32700 dan litr железо fosfatdan hozir UPS uchun akkumulyator yasaymiz. 12 volt 12 amper qilib. Ko'rishingiz mumkin, mana o'zini korpusiga yasaymiz. 12 volt 12 amper, 8 ta akkumulyator ketadi. Ikkita parallelni, 4 ta ketma-ket bo'ladi, 12 volt chiqadi. Shunaqa qilib yasab olinadi. Ko'rsanglar bo'ladi, mana bundan o'zi qolib bo'lib ichiga kiradi. Akkumulyator sborka qilayotganingizda har doim защитный qog'ozini qo'yinglar. Buni qo'ymasanglar plyus minusni bir-biriga tegishi mumkin, ishlayotgan qattiq nagruska bo'lganda qizishi mumkin, korpusga tegib qoladi. O'shaning hisobiga buni qo'yish kerak. Yoki yong'in chiqib ketishi mumkin, yonib ketishi mumkin akkumulyatorlar. Hozir ishlatayotgan to'shitni svarka portativning kichkina to'shitni svarka hisoblanadi. To'shitni svarkalar ichida portativning ichida eng zo'r ekan, chunki biz buni tekshirib ko'rdik. Ko'rishingiz mumkin. İçinde akkumulyatorli bo'ladi, litiv polimerli akkumulyatorli, mana moshtosini xohlaganingizcha qo'yib ishlatsanglar bo'ladi, pedali bo'ladi oyoqda, rosa qulay. Ishlatayotganingiz pedalni bossanglar, svarka qiladi. Chuklari ham uzungina, qanday kattalikda bo'lsa akkumulyator yig'sa bo'ladi. Ko'p narsaga yaratsa bo'ladi. Mana shunaqa ishlarni qilib yasab olsa bo'ladi. Tester orqali hozir napregeniyasini ko'ramiz. Necha volt chiqishini. BMS, bu BMS litr железо fosfatniki 400 amperlik BMS bo'ladi. Bu ko'rishingiz mumkin B-. B- mana batarekamizda bu yoqda bo'ladi. Mana buni bu yoqqa ulaysizlar. Minusiga ko'rsanglar bo'ladi. C-, P- bu degani bu zaryadkaga chiqadi и minus chiqishga chiqadi. Plus bo'lsa mana batarekani o'zidan promoy chiqarib olasizlar. Plusni hop, keyin yana ulanadigan tarafini ko'rsanglar bo'ladi. B2, B3, B4, B+ qilingan. Hop, B- ulaganingizdan keyin orqa tarafida mana 3.2 ligini ulaysizlar B2 ga, 6.4 ligini B3 ga ulaysizlar, 9.6 ligini B4 ga ulaysizlar. Plusdan bo'lsa mana B+ ga ulab qo'yasizlar. O'shanda zaryadga oladi. Agar bularni ulamasanglar, BMS qo'yganinglarning foydasi yo'q. Zaryadga olmaydi batareykalar. BMS обязательно qo'yish kerak BMS. Yoki to'g'ri ishlamaydi, to'g'ri zaryadga olmaydi akkumulyatorlar. Hozir bu BMS bilan ulayman batareykaga. Keyin tayyor rezultatda bo'lgan ishni keyin sizlarga ko'rsatamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, tayyor bo'ldi. Tayyor holatda ko'rishingiz mumkin, holda bo'ladi. Mana kelemalariga ulashingiz kerak. Mana plusiga qizilni ulaysizlar, qora minus bo'ladi har doim. Mana shuni shutga payka qilib qo'ysanglar tayyor bo'ladi.